Assalomu alaykum Avialo obunachilari, yaxshimisizlar, xormanglar. Endi xudo xolasa, bonimga qarab, endi salqin tushib boshladi. Endi bonimga salqin tushib boshladi. Cobalt, Gentra, Nexia, Lacetti bular endi shu bir oy, 2 oy ichida kakras motorunda sal ishchali bo'lsa, remont etadi u. Bizda yana ustalar ko'p, bizning Avialo komandamizda ustalar ko'p. Yana katta ustalarimiz ham Mishan bor, yana bizda servisimiz bor, komplekt birgalikda ishimiz. Endi aytchakim bu yerda novo getiradigan majlislar bo'lsa, biz zapchasini beramiz, usta qilib beradi, garantiyasi bilan qilib beramiz. O'sha motora biz garantiya beramiz. Usta nechta holatlarda masalan garantiyadan tashqari o'tkazib etish mumkin mashinani? Ya nima deydi? Garantiyadan chiqib ketishi mumkin. Necha yana buzishlari mumkin. Bu mashinalarni assalomu alaykum yo'lamba. Bu mashinalarda asosiy narsa katta haydashlik bilan Porsche go'yishi bo'ladi, klapan go'yishi tez bo'ladi. Mashina shu obishni bir 100 tezlikda deydigan odamlar uchun bir 100 ming kilometr deyarli yuradi. Lekin yangining bosib razgon bilan, keyin yangining tashib katnidan bo'lsa katta deydigan mashinalarda ertaroq go'yadi. Bu masalan, 100 ming yurmadi deyish mumkin, har odamda har xil o'tibdi. Shu ba'zi bir odamlarda 120 ming, 150 ming yurgan holatlar ham bor. Ular normal normada, aslan deydi. Shunday odamlar bo'ladi, toza mashina bo'ladi bo'lsam, shuni katta haydashsa, gaz qo'yilgan mashina bo'lsa, Toshkentdan ishora gapim ochib biladi. Sababi u katta haydashligi bo'ladi. Gaz qo'yilgan bo'lsa, asosiy klapan go'yadi. Asosiy klapan go'yadi. Atak katta haydagan bilan benzindagi mashina yechatmaydi. Yomon benzin bo'lsa Porsche sinadi, gap topishi mumkin, lekin yaxshi benzin bo'ladigan bo'lsa, gap topmaydi u. Bu mashina garantiya beriladi. Bu narsa hamma narsa to'g'ri qo'yilishini, yaxshi ishlab berishini, mashina tekiz ishlashini shu yerda garantiya beradi. Lekin zapchasini yaxshiligini, zapchasi yaxshi ekanligi hamma narsa shu vaqtda ma'lum bo'ladi. Agarda haydovchini aybi buni katta haydaydigan bo'lsa, katta haydash holatida klapan go'yadi. Asosiy narsa shu bo'ladi. Boshqa undan bir narsa bo'lmaydi. Endi motor remont etaman deb yurganlar bo'lsa, o'zi Cobalt, Gentra, Nexia o'shada bir 6 xil narsa qo'yiladi. 6 xil narsa yana. O'qib beraman. Gilza, Porsche, Palace, Galof fabrikatcha, Germetik, Marley. Marley yashaycha ko'p muzikanda. Summa 1 million 660 ming so'm chiqadi yana. O'rtacha yana 1-2 yosh qo'shilsa yana qo'shilishi mumkin, lekin asosiy shular, to'g'rimi Misha? Asosiy shular. Shular qo'yiladi, shu bilan ish bitib ketadi. Endi klapanlarda kamchilik bo'lsa qo'yiladi. Bunda yo'q, klapanda kamchilik bo'lmaydi. Endi hozircha protilka etilgan vaqtida ma'lum bo'ladi, kamchiligi bo'lsa berasiz, uni beradi. Shunday holat bo'ladi. Bir yeri bor, ishini Avialo deb gasangizda, xudo xolasa motor remont ettiradigan bo'lsangizlar, biz o'zlarimiz ustanovkani ham bo'ynimizga olamiz. Ustanovkani necha so'm chiqadi hozir masalan? Endi motor remont bo'ladigan bo'lsa shu 1,5 million. 1,5 million atrofida pul chiqadi. Endi uni Avialo bo'lgan uchun yana bitta skidchasi ham bor, denni. Bundan tashqari biz garantiya beramiz. Zapchasa garantiya beramiz. Qo'yildi oldi, zapchasda yana muammo bo'lsa, u bizdan. Qo'yildi ham bizdan, zapchasdan bizdan 2 marta ochib qo'yganingizda pul bermaysiz. Shu bir marta boshida bir ustanovkasini berlar, keyin nodir muammo bo'lsa, biz o'zimiz bo'ynimizga olamiz. Yana bir zo'r yeri, ishning rastroshga osonlikla bo'ladi bularni. Masalan, bo'lib to'lashingizda bo'ladi. 3 million atrofida, 3 million, 3,5 million atrofida общий motor remont pul chiqadigan bo'lsa, osh summalarni bo'lib to'lashingizda bo'ladi. Avialodan uzoqlashmanglar. Hamma omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.